Yana bitta mani 2-3 kundan beri razdrajat qilayotgan narsa. Bitta qiz o'tirib, mani mana shunaqa sharfimni tashlab olishimni obsujdatsiya qilishyapti. Yechvor hijobingni balo-battar deb yozgan qizlar. Sallaga emas unaqa yozish. Kim salla shunaqa yozadigan, yechvor deb menga buyruq beradigan. Men mukammal emasman, ideal emasman. Hech qachon bunaqa men gapirib stories olmagandim. Prosta dastat qilishgandan keyin majbur bo'ldim. Menda ideallikni talab qilmaylar qizlar, men ideal emasman. To'g'ri, men hijobga kirganman, lekin shim kiyishim mumkin, mana shunaqa tashlab olib o'rashim mumkin, yorqin kiyinishim mumkin. Men ideal emasman, и также o'sha yozayotgan odamlar ham men 100% uverenman, ideal mukammal emas. Bandasiga emas ideal mukammal bo'lish qizlar, xullas. Yoqmayaptimi? Prosta atpis qilib yuboringlar. Nima qilasizlar ichinglardagi grazni to'kib.